Do'rni va cho'kka to'ldirib suv quyasizlar-da, ketidan 4 ta 5 ta kichkina spirtdan quyasizlar, mana bunaqa narsalarni olishga hojat qolmaydi deb kimdirlar shunaqa fikr etishi mumkin. Lekin bu noto'g'ri narsa. Birinchidan salonga noxush hidli keladi, spirt quygandan keyin. Ikkinchidan mana bunaqa dvorni cho'tkani rezinkalarini quritib yuboradi. 2-3 ta yomg'irdan keyin yaxshilab to'g'may dirillaydigan bo'lib qoladi. Men sizga maslahat beradigan Nizam Mirza akalarimizdan ko'rishingiz mumkin. 3 litrli xushbo'y hidli, xohlasangiz har xil 2-3 xil variantlari bor. Xohlasangiz 1 litrliklari ham mavjud. Bundan tashqari do'konimizda antifrizlar ham bor, ishonchli Vertex firmasidan. 1 litrli xohlasangiz 5 kilolik, bularni 90 ming so'mdan qilib beramiz. Ko'k antifrizlarni. Xudo xolisi shunaqa ehtiyot qismli kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilib kelaverasizlar. Antifrizlarga yozda suv quyib qo'ygan bo'lsangiz, mabodo ikkilanayotgan bo'lsangiz, maxsus o'zini vositasi bor. Mana shunga shunda 2-3 ta tomchi antifrizdan solamiz, gradus nechiligini bittada ko'rib beramiz. Agar ko'nglingiz bo'lmayotgan bo'lsa, bemalol o'lchatib kelishlaringiz mumkin. Bundan tashqari do'rni cho'tkalarimizni ham olib kelib qo'yganmiz. Barcha JM avtomobillariga mavjud. Originali 60 ming, 70 ming atrofida chiqadi ikkitasi. Sizlarga ham shunaqa avto ehtiyot qismli kerak bo'ladigan bo'lsa, Chig'atoy avtodo'konga murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Chig'atoy Oqat bozoridan ozgina pastroqqa tushganda, Chimboy chorrahaga ketirish, pastga Beruniy Akfamidlarga ketirish. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Kimga nima ehtiyot qismli kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib so'rab kelaverasizlar. 7-8 gacha ishlaymiz.